Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana ming kvadratlik obyektimiz nihoyasiga yetdi. Hozir obyektimizda ko'rinishlari, ichki holatlari, montajlari, katta yo'l ustanovkalarini hammasini ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Video yoqqan like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Keyingi katta yo'l haqidagi foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib, like bosib qo'llab turinglar. Mana obyektimiz Soybo'yi choyxonasi. Ozgina ishi bor, yaqinda ishga tushadi. Lakatsa Qo'qon bozoridan bu yerga yo'lga yurganda Qo'marog'obodga kirishda. Mana 3 etaj ko'rib turibsizlar. Katta yo'l ana shu chekkaga o'rnagan. Bu taraf orqa oshxona. Bu yerda har xil taomlar pishiriladi. Mana montaj holatlari. Santexnik ustakalar bo'lsa, ishimizga baho berib berasizlar. O'zbekiston bo'yicha katta yo'l o'rnatish va katta yo'l yasash, montaj ishlari bo'yicha O'zbekiston bo'yicha qilib berilaveradi. Mana ob'yomni ko'rib turibsizlar. Ob'yom juda katta, bo'ylari baland. Endi shu ob'yomga bizni kuzatishda davom etasizlar. Keyingi videolarda qancha rasxod ketadi, shu ob'yomga qancha rasxod ketayotganini sutkasiga qo'yib boramiz. Boshqa bir kun, ikki kun ozgina ko'proq bo'ladi, keyin o'zini me'yoriga tushib oladi. Buni ichkarilarda bitta isitib olgandan keyin rasxodlari o'rniga tushib oladi. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Sizlarga foydali videolarni qo'yishda davom etamiz. Bu tandirimiz bo'ladi, yarim tayyor holatda. Ostilari bekiladi. Bu yerdan baliq, tovuq hammasi cho'qqa pishaveradi. Oshxonaning kattaligiga yarasha tandir bo'ladi. Yo'lning katta yo'limizda ustanovka jarayoni. Chaqmoq ekonom katta yo'llari, mana garelkalar. Двойной редуктор 220 motor. Tezligini sizlarni aytganlaringga qarab tezligini rostlab berilaveradi. Tezroq, sekinroq ko'mir surishini. 3 qavat eshik bo'lgan. Garelkalari. Pastda shu yig'ilgan kul qurimlarni tozalash uchun nimasi bor? Bezbani yechib tozalash mumkin. Yondan oldidan yoqish qiyin bo'lganligi uchun, uzunroqligi uchun yondan ham tashab ketganmiz. Naydan bemalol yoqib tozalash ishlari havosi bo'ladi. Katta yo'limiz o'sha Ekonom Pro modeldan bo'lgan. Ekonomligi ham gorizontal, ham vertikal kitoblarga ega bo'ladi. Bu vertikal kitoblar tozalash uchun eshiklarimiz. Demoqtlari 159 turpada ketgan. Padachi ikkita qo'yganmiz, nobodagi ikkita ishlatish ham mumkin, bo'lmasa bitta ham ishlatilaveradi. O'zi aslida bitta yetkazdirib beraveradi. Agar garelkasini retortni Polsha garelka ham qo'yib berilaveradi, katta zavodskiy garelkadan ham qo'yib berilaveradi, o'zimizda chiqib turgandan ham qo'yib berilaveradi. Agar garelka o'zgaradigan bo'lsa, unda garelkamiz bittalik bo'ladi. Polsha garelka bo'lsa, hozir bunda qo'sh garelka bo'ladi. Yaxshi reklamalar chiqib qoladi, lekin realniy holat yo'q. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yoqilish, rasxod jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Sutkasiga qancha rasxod ketyapti, hammasini inshaalloh video qilib ko'rsatib boramiz.